Mana xonim keldik. Sizdan 20 ming so'm bo'ldi. Iya, mendan ham pul olasizmi? Mayli, qarzlarimga yozib qo'ying. Qarzlaringiz ham ketyapti. Rahmat. Seni ham bilgan ekan-a? Nasni aytasan, sakrasang balandorga sakradi shuni aytgan ekanda. Xonim, nima qilyapsiz? Iya, siz uyalmaysizmi? Er bor ayolga telefon qilganim. Erim bilsalar o'ldiradilar sizni. Ishdan qo'yyapsiz. Telefonda gaplashgan eshitdingmi uni qizni? Ha, sen aytib beribsan-da. Mayli, birorta pulligini topib olgandir-da. Qo'y o'zimiz ish qilaylik. Hech kim kelib qolmaydi ishga, kim yo'qmi? Nima edi? Nimaga keldingiz yana? Qara, senga sovg'a oldim. Endi yarasharmiz? Qachongacha men mashinada uxlayman, xotin? Yo'q, menga yoqmadi. Yarashmayman. Bor yo'qol, uy meniki. Men shu uyda o'zingga kerakli narsa olganda chiqib ket. Uzib bersang yarashmas ekan. Tushing chamadonga. Bu uyda menga kerakli narsa faqatgina siz. Gapimga o'lan olmaydi, sen bilganday men